4260 hududigacha. O'rtalar bayzonadamiz. Yo, stop, elitek. Biz 4276 hududigacha borishimiz shart. 4266 60 hududlari bayzona. Bayzonamizga kelyapti. 64damiz. Baylarimiz aktiv. Katta risk qilmaymiz. Narx olib tushishimiz kerak, xudo xolisa. Mana bu milliongacha. Good job, молодец. 70 pips. Zo'r. Yo, Elizabeth. Brizgimamiz. O'rtoqlar boya birinchi signali stop oldi. 5 punktli stop bilan yakunlandi. Sraz ketidan sel berdim chunki bozor strukturasini M1 aldovchi struktura hisoblanadi. Bu hududdan struktura o'zgardi, bo'ldi deb bayber qo'ydim. Lekin mana qilgan xatoyim M15dagi umumiy strukturani men buzilganini sezmay qoldim. Keyin kanalga srazi signal berdim. Narx oqdi. Bum, shakalaga. Yo, Elizabeth. O'qishini qara. 5 punktli stop oldim. Ikkinchi dalshi ketidan sel. Trade degani mana shunaqa bo'ladi. Qilingan xatoni vaqtida to'g'ri qabul qila olish kerak. Yomon bo'ldi, lekin minusni qopladik. Yeb boramiz. Kim qancha foyda qildi? Moshni yoqdi lekin bor. 250 pips, 350 dollar foyda, 3700 dollar foyda, 401 dollar foyda, 5000 dollar foyda, zo'r gap yo'q. 60 dollar, 12000 dollar foyda, 20000 dollar foyda, gap yo'q. 115 dollar foydada, 4000 dollar foyda. Foydalangan bo'lsanglar xursandman, salomat bo'linglar, ishingizga rivoj. Yakunlandi.